Aslida bu kichik taqdir egasi haqida kitob yozish ham mumkin. Chunki u bor yo'g'i 7 yoshgacha hayotida kattalar ham ko'tarilishi qiyin bo'lgan ko'plab sinovlar va voqealarni boshdan kechirdi. Ayam menga anaqalar bergan, kitob, narsalar bergan. Zumradxon har kuni qo'g'irchog'i bilan, mehr bilan o'ynaydi. Uni ukam deb ataydi. Erkalatadi va g'amxo'rlik qiladi. Onasi bo'lmasa ham uni o'zim katta qilaman deya mehr bilan parvarish qiladi. Uka, seni yaxshi ko'raman. Senga yurgiziraman. Betlaringni artaman. Kiyimlaringni almashtiraman. O'yinchoq o'ynataman. Gap shundaki, Zumradxon 3 yoshidan buyon bolalar uyida tarbiyalangan. U o'z hayotidagi ko'plab voqealarni birma-bir eslab so'zlab beradi. Uning aytishicha, o'zidan keyin onasi o'g'il farzand ko'rgan, ammo turli hayotiy sabablar tufayli ona chaqaloqni ham bolalar uyiga topshirishga majbur bo'ladi. Aytmaganmiz ukam berib mayli voqeali deb. Aytgan edim, lekin unaqa ukamni berib yuborishgan. Bitta bola menga yetadi deganda berib yuborgan. Aqa qo'qonga berib yuborgan. Dedimga? Dedimga berib yuborgan. Zumradxonning aytishicha, og'ir hayotiy qiyinchiliklar tufayli onasi uni ham qo'shni mamlakatga sotib yuborishni rejalashtirgan. Bir kuni ayam o'rtog'i kelgan, ular $500 berar ekan o'rtog'im. Bolani sotib yuboraylik deganda, keyin dadam hech qayerga tashlamaymiz bu qizni degan, olib qo'ygan keyin meni. Ular meni Qozoqqa borib sotmoqchi bo'lganda dadam olib qo'ygan. Shundan so'ng otasi chorasiz qolib, Zumradxonni bolalar uyiga topshirishga majbur bo'lgan. Birinchi bog'chaga borganman, bog'chadan turgizilganda, bog'chadan chiqib ketganman-da, keyin shikka olib kelgan aqa Dang'araga. Dang'aradan Do'ronimaga men shikka olib keldim mana. Ota-onasi hayot bo'lsa-da, turli hayotiy sabablar tufayli bolalar uyida tarbiyalanishga majbur bo'lgan bolalar bugungi kunda oilaviy bolalar uylariga joylashtirilmoqda. Bu yerda ular muassasa muhiti emas, balki mehr, oqibat va g'amxo'rlikka asoslangan haqiqiy oilaviy tarbiya bag'rida voyaga yetmoqdalar. Bugungi kunda biz Farg'ona viloyatimizda 30 ta oilaviy bolalar uyi tashkil qilingan bo'lib, ushbu bolalar uyida 74 nafar yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar oila muhitida tarbiya ko'rmoqda. Ularni huquqiy manfaatlarini ta'minlash maqsadida, ularni ijtimoiy himoya qilish maqsadida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Zumradxon bolalar uyida tarbiyalangan kezlari ham keyinchalik oilaviy bolalar uyida yashay boshlaganda ham mening ukam bor degan gapni qayta takrorlar edi. Qizaloqning bu so'zlari Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimining e'tiborini tortdi. Shundan so'ng ular holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bordilar. Otasi tomonidan aytilyaptiki, shunaqa qizimiz bir vaqtlar ukasi bo'lgan edi. Biz uni o'sha 2019-2020 yillarda bolalar uyiga topshirganmiz, lekin hozirgacha uni qayerdanligini bilmaymiz degan sababda aytdi. Undan keyin biz o'sha O'zbekiston tumani, Beshariq tumani va Dang'ara tumanidagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlari bilan birga o'rganish olib bordik. Natijada ularning ukasi, ya'ni o'g'li Asrorbekni biz O'zbekiston tumanidagi oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotganini aniqladik. Masalani bir qiziq tomoni, bu hech qanaqa hujjatlarda qayd etilmagan. Yana bir masala, buni topishga bo'lgan qiziq tomoni shundaki, qizimizning familiyasi va otasining ismi, Asrorbekning ham familiyasi va otasining ismi boshqa nomlar bilan qayd etilgan bo'lgan. Zumradxon Dang'ara tumanidagi oilaviy bolalar uyida tarbiya topayotgan edi. Bir kuni unga hech kutilmagan savol bilan murojaat qilishdi. Do'ronamaka, shu yerda ukam bor dedi. Ukam bilan birga yashayapsanmi dedi. Ha dedim. Shundan so'ng qizaloq ukasi bilan uchrashishi uchun Inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologlar bilan faoliyat olib bordilar. Birinchi o'rinda uchrashtirishda taklifini berganmiz. Sababiki boladagi qabul qilish darajasi bo'lmasa-chi, misol uchun travmaga tushib qolmasin degan maqsadda birinchi o'rinda biz shu psixologlar kelishib turib, shu bolalar sho'basiga shu taklifni berganmiz. Sababiki bola bir-birini ko'rganda qanday mehribonchiligi bo'ladi. Mana shuni tayyorlab turib, ruhan tayyorlab turib, keyin bularni uchrashtirishga olib keldik va uchrashtiruv natijasi yaxshi, juda ham chiroyli bo'lib o'tdi. Asrojon haqida ham so'zlasak, u hozirda 4 yoshda. Nargiza opa tashkil etgan O'zbekiston tumanidagi oilaviy bolalar uyida tarbiya topmoqda. Asrorbegim ota-onada katta bo'lmagan uchun hozirgi kunda oilada unaqada katta bo'lishayotganligi uchun
ta'sirlari rosa katta. Asrorjon ham, Zumradxon ham psixologik jihatdan tayyor bo'lganidan so'ng ularni O'zbekiston tumanidagi oilaviy bolalar uyida ilk bor uchrashtirishdi. Ikkalalari ko'rishib rosa xursandchilikda bir-birini quchoqlab, Zumradxon yig'lagan holatda Asrorjon opam bor ekan deb u ham quchoqlab bir-birini yarim soat hammamiz termilib opakalarni kuzatdik. Psixologiyalar bekorga o'rganib chiqishmagan ekan. Ularni bir-birini yig'lashlarini ko'rib, opanidagi xursandchiligini ko'rib, men yanada xursand bo'lib ketdim. Prezidentimizga rahmat, shunaqangi tashkilotlarni qilib, opakalarni bir-biriga mehrini yaqinlashtirib, hozirgi kunda yarim ko'ngillar butun. Quchoqladi, o'pdim. Peshonamni o'pib qo'ydi. Buni betidan o'pdim. Hech kimga bermaysizmi ukangizni? Ko'chadagi odamlarga ham bermayman. To'g'ri, Asrorjon shu kungacha opasini hech qachon ko'rmagan edi, ammo qondoshlik mehri qalbida allaqachon uyg'ondi. Buni hatto qo'g'irchog'iga opasini ismini qo'yganida ham anglash mumkin. Bu meni opam. Mashinamga aylantirib yuraman. Bugun opa-uka bir-biridan aslo ajralmaydi. Uyqu oldidan ham Zumradxon ukasini bag'riga bosib, erkalatadi, o'padi va mehrini ayamaydi. Asrorjon esa o'g'il bolalarga xos tortinchoqlik bilan his-tuyg'ularni unchalik oshkor etmaydi, ammo uning har bir nigohi va tabassumi opasiga ega bo'lganidan qanchalik baxtiyor ekanini anglatib turadi. Har kuni opa dedi. Har kuni yonimga kelib achamlab oladi. Sizchi? Men ham. Yaxshi ko'rasizmi? Nima deb erkalatasiz ukangizni? Velosipetimga chiqaraman. O'zim ovqatini yedirib beraman. O'ynataman. Ko'chada ko'taraman. Aylantiraman ko'tarib. O'zim rosa yig'ladim, chunki menda 5 ta yetimim bo'lsa, mana shu bolalarim ichida hammasini ko'ngli yarim bo'lsa ham Asrorjonimniki to'liq bo'ladi deb yurar ekanman, lekin opasini fikrini ko'rib, bu hammamizga nima deydi? Bizga ibrat bu. Chunki nimaga? Opa 7 yilda ukani topib, bir-biri bilan ko'rishib, shu darajada opani metidagi yarim ko'ngli to'lganiga biz xursandmiz. Kelajakda bitta qilib o'stirasiz? Albatta, kelajakda bitta qilib o'stiraman. Farzand beri oluvchilarga bo'lsa ham opa-uka hamisha bitta oilada, bitta yoshda katta bo'lib, ikkalasini hech qachon ajratishdan aloqam yo'q. Chunki qoni baribir topar ekan, mana 7 yilda topib keldi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimlarining ko'magi bilan Zumradxon 7 yildan buyon izlab kelgan ukasini topdi. Topib berganlaringga rahmat. Prezidentimizga ham rahmat. Nima uchun rahmat? Meni ukam yoniga olib kelganlaringga. Zumradxon bilan suhbatlashar ekanmiz. U uzoq yillardan so'ng topgan ukasini hech kimga bermasligini, kerak bo'lsa o'z qo'li bilan parvarishlab, umrbod undan ajralmasligini aytadi. Ukasini bag'riga mahkam bosgan opaning beqiyos mehri va samimiy tuyg'ulari bizni ham chuqur to'lqinlantirdi.